Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarni traktorlarda qiladigan agregatlarimizni baholari bilan bir tanishtirib o'tamiz. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib qo'yishni unutmang. Biz esa agregatlarimizni baholari bilan tanishtirishni davom etamiz. K555 press podborchikimiz. Bu press podborchikimiz bugungi kundagi narxi 228 million so'm. Rostelmash press podborchikimiz bugungi kundagi narxi 155 million so'm. K125 Makka silos aparatimiz 240 million so'm. lik nurumuz 18 million, 800lik nurumuz 20 million bo'ladi. Yama burlarimiz 18 milliondan, frezalarimiz 1,5 metrliki 42 million, 1,80liki 48 million. 400lik nurumuz 16 million. 230lik frezamiz 54 million. MTZ motorlarimiz 65 milliondan 500 motochas garantiya bilan beramiz. To'g'ri, Minskiy zavoddan kelib turibdi Belarusiyada. Turkiyada ishlab chiqarilgan aylanma pluglarimiz 5 korpuslisi 205 million, 4 korpusli 168 million bo'ladi. Rossiyada ishlab chiqarilgan 4 korpusli plugimiz 39 million so'm, 3 korpuslisi 35 million so'm bo'ladi. 1,95lik kasilkamiz 42 million so'm. Tonnalik nurumuz 23 million so'm. Shtangoy aprizgivitelimiz 20 million. 300lik sadavoy aprizgivitelimiz 39 million. 1,65lik kasilkamiz 39 million so'm. Bir xatarlı Makka jo'xori silos aparatimiz 65 million so'm. G'o'zapaya maydalagichimiz, mulcherimiz 320lik 120 million so'mdan. Bunda bug'doy selkamiz bor. Turkiyada ishlab chiqarilgan 4 metrlik 28 xatarli. Bir bunkeri tuxum uchun, bir bunkeri dori uchun. 178 million so'm. Tak, bunda yana 2 metrlik diskovoy baranamiz 50, 60, 70, 80 at güçlü traktorlar için bakar 85 milyon so'm. 3 metrlik diskovoy baranamiz. Bu 100 at gücünden yukarı traktorlar için. Bu diskovoy baranamızın bugungi kundagi narxi 187 milyon so'm. 4,5 metrlik lazerli yer tekislagichimiz Türkiye devletida ishlab chiqarilgan 2 uklolli. Hozirgi kundagi narxi 250 milyon so'm. Ushbu texnikalarimizni siz bemalol leasing, перечисление naqd pul asosida sotib olishlaringiz mumkin. Ekran tagida nomerlarimizni qo'yib o'tganmiz. Agar tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol shu nomerlarga telefon urib savollaringizga javob olishlaringiz mumkin.